Hozir Saiddan chiroyli penalti va bu futbol videosini 3-qismi. 2-0. Unda hozir o'sha dalsh ketyapti. Lekin bu qismlar ko'ramiz. Kim gol tiqarkan? Oxirgi gol emas. Saidda oxirgi gol, lekin Komilda emas. Komilda. Bo'ldi, Said yutdi. Va hozircha Komil turadi vartaga, davay. Komil, varatalis bo'lib tasha. Hozir ikkita birinchi o'rinlar, ikkalasi ham Komil yutdi. Yeslicha, hozir kim yutishini ko'ramiz. Menimcha ikkalasini ham kuchi teng deb o'ylayman. Lekin bittasi vartaga yaxshi turadi. Xo'sh. O, normal. Oh, gol. Gol va gol. Gol. Komil tomi ketyapti. Komil ladushi tom ketyapti. To'g'ri ketib, o'lib qolsang-a? Gol. Qanaqasiga? Hozircha 1-1, ya'ni birlar. Hozir kim yutishini ko'ramiz-da. Olib qo'yish. Kopto Saidda va gol. Q1. O'ynalaring. O'tib ketma. Tez o'ynalaring, ketamiz keyin. O'yinni boshla tezroq. Ketamiz keyin dalash. Oxirgi golcha hozircha Saidda. Vah bilan. Stop. O'yin boshlandi. Shundoq ham baribirda. Voy! Avtohisobmasidi. Hisobmasidi. Videoni ko'ramiz shomalasi. Videoni ko'ramiz shomasalaring. Boya Komil aytdi, avtohisobmas, tigandan dedi. Bo'ldi 2-2. Hozircha ikkalaringdan ham bitta gol va gol. Da. Va bu o'yinda Said birinchi o'rin bo'ldi, Zafar ikkinchi, Komil esa uchinchi. Qarchi bu 3-qism edi. 3-qism, 4-qism ham chiqadi. 4-qism lekin boshqa dalada bo'lishi mumkin. Chunki bu yo'dala band. Qarchi. Shu bilan video tugadi. 4-qismni kutinglar va maksimal